Şinjangdaki en güzel 10 joy. 10-sıga çok qo'y kalalar hamma yerni qoplagan. Söp-süzük so'mratdek suvlar eqib turgan Shiyata daryosi xuddi bir dal qosh teshi arg'amchadek suzilib yotgan. Mana bu ko'rinish haqiqiy bir go'zal manzara. 9-Ko'kto'qay. Bugungi kunda Ko'kto'qay dunyo bo'yicha darajadan tashqari boyligi mo'l Kan manzara rayoniga aylandi ham nihoyat ko'plagan sayohatchilarni jalb qildi. Bu joy bo'lsa o'zgacha manzarasi va mo'l qazilma boyligi bilan dongliq hayot kuchga to'lgan joyga aylandi. 10. Şinjangning go'zalligi Ilida. Bu faslda Ilining hamma yeri yeşillikqa purkangan bo'lib, balkim bu yerga kelib boqqanda ondan his tuyg'u boshqacha bo'ladi. Bu o'rmonlik va yaylaq tushingiz emas, haqiqiy ko'z oldingizda mavjud. Ular xuddi bir parcha g'oyat zo'r rasmga o'xshash osmon bilan zaminning orasida yeyilib turdi. Bepoyon ham sop ham tabiiy, nihoyat go'zal. Agar siz G'o'ljiga kelmasangiz, Şinjangning mushundoq go'zal ekanligini qandoqmi bilalaysiz? Inkas rayoniga siz borgan joylarni yezib qo'yishni unutib qolmang. Meni qo'shib eling eng nodir sayohat uchurlari davomli huzuringizda. Şinjangdaki 9 çoğ yaylaqni bilib eling. Birinchi Narat yaylaqi dunyodagi 10 çoğ yaylaqning biri degan sharafli nomi bor. Ikkinchi Qarajun yaylaqi dunyodagi eng chiroyli yaylaqlarning biri deb ta'riflanadigan beh go'zal yaylaq. Uchinchi Tangbula yaylaqi kishilar tarafidan tabiatning eng tabiiy rasm koridori deb maqtaladigan eng tabiiy ham go'zal yaylaq. To'rtinchi Bayınbulaq yaylaqi davlatimizdagi 4 çoğ yaylaqning biri bo'lgan agri-bugri suv iqillari bilan bahli chiroyli ko'rinadigan ajoyib go'zal yaylaq. 5. Barikul yaylaqi Şinjangdagi 2-cho'ng yaylaq. 6. To'qqiztara yaylaqi tarixiy obidalari bilan nomi mashhur yaylaq. 7. Cho'ng Qushday yaylaqi tog'larning orasidagi odamlar eng oz oyoq bosadigan bek chiroyli yaylaq. 8. Jambulaq yaylaqi yoz faslida yop-yeshil, kuz faslida sap-seriq oltin rangga kiradigan bek orambaxsh yaylaq. 9. Ko'ndalang yaylaqi Tian Shan teg'idagi bebaho guhar deb ta'riflanadigan bek go'zal joy. Go'zal joylarni sayohat qilib, unutilg'isiz asrma qoldiray desangiz, yo'lovchiga agishing. Yaxshimisizlar do'stlar? Bugun sizlarga Ili diyoriga joylashgan sayohatchilarning ko'zidan qochgan go'zalligi ko'kda qochgan 9 joyni tanishtiray. Cho'qim saqlab olib kelmasangiz, yozda G'o'ljiga kelgan vaqtida bu joylarni topolmay Naratni peqirabli ketadigan ish chiqadi. Birinchisi Uysun qadimiy yo'lidagi Arish ko'li. Bu joy piyoda taqqa chiqadigan dala havaskorlarining eng ko'ngildagidek tanlashi. Shundaqla qatnashi bir qadar qiyin bo'lgan, har kim bir ko'rishni orzu qiladigan Vanxon joylarning birisi.
İkincisi Çapçal Mongolkura taş yolu. Bu joyning danqi gerçi Maytaq Kucha taş yo'lidek tanliq bo'lmasimi, ammo hayvisi va go'zalligi shu Dokugonlardan kelishmaydi. Uchinchisi To'qistara Chachi o'rmon bog'chisi. Bu joyni nurg'un do'stlar biladi, ammo go'zalligi yangi kishini mabdan qiladi. To'rtinchisi Parilar ko'li. Nilqa Tambala yaylig'ining ustiga joylashgan. Bir tarafi qo'yiq o'rmonlik, bir tarafi go'zal gulzorlik bo'lgan bu ko'lning manzarasi intayin go'zal bo'lib, har yili bu joyga sayohat qilib ketadigan sayohatchilarning kundan kunga ko'payib yotadi. Beshinchisi Saki bulut yayligi. O'rni Tekas Qirg'iz yezisida. Tabiiy ekologiyalik Egiztog' o'rmon yayligi. Oltinchisi Cho'nqushtoy Tekas nayisiga joylashgan. Bu joyning afzalligi kirish belti haqsiz, ammo manzarasi yanada sizni hayron qoldirdi. Yettinchisi Kansayning sharqi janubiga joylashgan Qondurus yayligi. Bu joyni bilmaydiganlar xilili ko'p, ammo bir kelsangiz cho'qim yoqtirib qolasiz. Sakkizinchisi To'g'risoy yayligi. G'ulji nayisiga joylashgan. Shaharga eng yaqin sayohat o'rinlarining birisi. To'qqizinchisi Chapchal nayisiga joylashgan Cho'ngbo'g'ra o'rmon bog'chisi. Bu joyning egiz zayvat qor cho'qqilari va so'psizlik tog' so'llari xuddi Shveysariya tog' manzarasini eslatadi. Yoqtirgan bo'lsangiz meni qo'shib olishni unutmang. Bu yil birga sayohat qilamiz. Oho, meni chiroyliligini ko'rdinglarmi? Nima degan go'zal. Sizning bag'ingiz kelib ketyapti-da aqchan. Bu ishkir o'lka yoki chet el emas, do'stlar. G'ulja Kunas noyisiniki Kanso yezisi. Naratga intayin yaqin joy bu. Naratni hammamiz bilamiz demasakmi? Tanqid butun elga taralgan. Lekin nurg'un mehmonlarimiz sayohat mezgilining yuqori pallasida odamning ko'pligidan ozoda bir sayohat huzurni suramaydiganligini deyishdi. Undaqda biz sizlarga mushu Kanso yezisini tanishtirib o'taylik. Kansoning manzarasi intayin chiroyli bo'lib, ekologiyasi tabiiy saqlangan, texi ichilmagan sayohat manzara rayonlarining birisi. Bu manzara rayonida bilet ilinmaydi. Bu yaniki tafsiliy o'rniga kelsak, agar siz Kucha Maytaq tash yo'lidan kelib qolsangiz, Naratdan o'tgandan keyingi 20 kilometr G'ulji tarafdan kelib qolsangiz, Aral to'pidan o'tgandagi mush Aral to'pi bilan Naratning o'ttirlig'idagi bir yeza. Oldi bilan sizlar mushu yez bozorda bir so'liq bog'cha va mushu bog'chani tomosha qilib o'tgandan keyin Kanso jilg'isi deb bir yava. Mushu Kanso jilg'isiga kirsanglar bo'ladi. Bu yerning tog'liq manzarasi intayin go'zal. Sayohat turmi to'liq ichilgan. Shunga Kanso jilg'isining yo'lini ancha yaxshi deb ketgan olmaydi. Agar misha kirish to'g'ri kelsa, cho'qim yo'ya mashina haydab kirsanglar bo'ladi. Bo'lmasa faqat kichik mashinalarda sal qiynalib qolasizlar. Mana mushu sizlar ekran ko'rayotgan ko'rinishda dal Kanso jilg'isining manzarasi. Bu joyda dala sayohat faoliyat qilishga nihoyat mos keladi. Jilg'ining ichiga kirgandan keyin telefon ishlamaydi, signal yo'qolib ketadi. Bu joydami yerlik sayohat o'rinlari bor. Masalan, kigiz uylik degandek. Shunga yang'azroq maqbul elib olishinglarni tavsiya qilamiz. Yoki bo'lmasa o'zinglar yemekliklarni tayyorlab, o'z chidiringlarni tikib, erkin sayohat faoliyat qilsanglar bo'ladi. Balkim keyingi vaqtlarda bu joylarni haq oladigan qilinib, tabiiy manzarasi va huzurimi hozirgi tabiiy holatiga ancha o'xshab ketmasligi mumkin. Shunga fursatni ching tutib, bu joyni bir sayohat qilib olishga arziydi. Undaqda do'stlar, mushu filmni cho'qim saqlab oling. Topolmasangiz biz bilan aloqalashsangiz bo'ldi yoki bevos Kanso deb davxon urib borsangiz bo'ladi. Agar bizni qo'shib olsangiz, siz texib bilmaydigan va keng turda ichilmagan tabiiy sayohat manzaralarini har kuni sizlarga hambahlab turamiz. Qani do'stlar, unda bo'lsa bu joyni yoqtirgan bo'lsanglar, yurakdan birni berib o'tib taqib qo'ysanglar, boshqa sayohat qilmar do'stlarmi, tang baharlangan bo'lsa, sizlar uchun so'zliga ajrimizdan mamnun bo'lgan bo'ladi. Şinjan'daki en güzel 7 taş yol. Birinci, Kucha Maytaq taş yolu. Manzarası nayiti güzel hem hayvetlik bulup, bu yolda mağsanız bir günde tüt besilinin hemmisini köreleysiz. Kucha'dan başlanıp Maytaq'da axırlaşıdı. Umumi uzunluğu 560 km. İkinci, Ili Mongolkura taş yolu. Yol boyu yaylaq, qarlıq çoqlarını körüp mağsız. G'uljidan başlanıp Mongolkura nayisi axırlaşıdı. Umumi uzunluğu 180 km. Üçüncü, Taşqo'rg'on Yakan qadimiy yo'li. Taşqo'rg'ondan boshlanib Yakanda oxirlashadi. Umumiy uzunligi 300 km. To'rtinchi, Jungo Pokiston do'stlik tash yo'li, ya'ni Qaraqurum tash yo'li. Pamir egizligini kesib o'tadi. Manzarasi hayvatlik va kishini hayron qoldirdi. Boshlanish nuqtasi Jungo Qashqardan boshlanib, Pokistonning Tagotda oxirlashadi. Jungo chegarasi ichidagi uzunligi taxminan 416 km. 5. Panlong qadimiy yo'li. O'zgacha agmi shakli va atrofdagi manzaralar bilan tanliq. Taşqo'rg'on nahiyasida. Umumiy uzunligi 30 kilometrdan oshadi. 6. Taxlimakan Tarim qumliq tash yo'li. Bepoyon qumliqda so'zilib, o'zgacha tusga kirgan. Bugun nahiyasidan boshlanib, Niya nahiyasida oxirlashadi. Umumiy uzunligi taxminan 522 kilometr keldi. 7. S101 numurliq tash yo'l. Urumchidan boshlanib Maytaqda oyoqlashadi. Umumiy uzunligi 308 km. Siz qaysilarda mengib beqibsiz, yana qaysilarda manganingizda inkas rayonida qoldirib qo'ying.